faqatgina pokiza so'zlarni gapiraman. Lag'u behuda so'zlarni tark qilaman. Fahsh so'zlardan uzoq bo'laman. So'kinish g'iybatlardan, namimalardan uzoq bo'laman. Bugun hamma ishimni tartibga keltiraman. Palapartishlik yo'q, eplamachilik yo'q, ko'zbo'yamachilik yo'q. Kitoblarimni tartibga keltiraman, ish stolimni tartibga keltiraman, xonam, ishxonam hammasi tartibli bo'ladi. Usti boshimga qarayman, so'zlarimni, harakatlarimni tartibga keltiraman. Alloh yaxshi ko'rgandek go'zal bo'laman. Bugun Robbimga bo'lgan itoatda g'ayrat ko'rsataman. Namozimni eng komil suratda ado qilishga harakat qilaman. Nafil amallarni bajarishga, Qur'onimni go'zal tilovat qilishga, kitob mutolaa qilishga, vaqtimdan unumli foyda olishga harakat qilaman. Bugun qalbimda yomonlik, bug'zi adovat, kibri havo, hasad va yomonlik gumonlarni, tomirlarini sug'urib tashlayman. Bugungi kunim bilan yashayman. Odamlarga yaxshilik ulashaman, kasal ziyorat qilaman, janozaga qatnashaman, adashganga yo'l ko'rsataman, mazlumni yonida turaman, och qolganga ovqat beraman, olimni hurmat qilaman, yetimga shafqat qilaman. Bugun. Ey kechagi kun. Quyoshing botib yo'q bo'lib ketgandek sen ham yo'qsan. Sen bilan ovora bo'lib bugungi kunimni boy bermayman. Chunki sen bizni tark qilib ketding, endi hech qachon qaytmaysan. Ey ertangi kun. Sen hali yo'qsan. Sen g'ayb olamidasan. Shuning uchun sen bilan ovora bo'lmayman. Ertangi kun hali hech narsa emas. U yaratilgani yo'q. U hali zikr qilinadigan narsa emas. Ey inson, sen kechagi kunni odami emassan, ertangi kunni ham odam emassan. Sen bugunning odamisan. Seni kuning bugungi kuning.